Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Biz Urganch shahar Sputnikda Doniyor to'yxonani yanındamiz. Yo'l dim yaqin. Shu yerda 3 xona 66 kvadrat kvartira chiqqan edi. Ikkinchi etajdamiz. 3 etajli domba, toza qurilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Giraverishda bir xonamiz, bu yonda zalimiz, bu yonda bir spalni, aryan tarafda kuxnya, sanuzel, ochiq balkon ham bor. Arkamızda domla arkasında parkovkalar tushgan ketdi. Bu yerimiz hem dalan hem xona. Siz zalni gözetib o'taman. Zalimiz 3 metre 5,5 metr. Oynanamızdan akvaryumlarning qarasında yaxshisidan qo'yganlar. Elektromontajlarimiz ham tayyor bo'lib turibdi. Yaxshi singlardan o'tirganlar. Avtomat korobkalarimiz ham eshikdan kirgan yerda ko'rib turibsizlar, o'zingiz suvoqdan chiqib turibdi. İşçilerimiz hem yaxshisidan qo'yilgan, oynalarimiz ham yaxshisidan 100% pishgan kelishdan qurilgan aziz yurtdoshlar. Bu yonimizda yana bir spalni, katta spalni. Bu yerda suv, gaz, svetdan muammo yo'q. Ko'rib turganlaringiz svet kelib turibdi, suvlar ham kelib turibdi, gaz ham kelib turibdi. Bu yerimiz sanuzel. Bu yonimiz oshxona. Bu yerda mana elektromontajlar tayyor turibdi, rozetkalar. Vipet tashaldi, ham yere kuxnya uchun kerak rozetkalar berganlar, ключаторlar yana. Bu yerda yana balkon, ochiq balkonimiz. Bahosini aytib o'tadigan bo'lsam, aziz yurtdoshlar, 330 million so'm ekan. Yevro remont etib beraman dedi. Shu oladigan kelsa, 370 million so'm yevro remont etib berar ekan. Biladi marşrutlardan muammo yo'q aziz yurtdoshlar. Bog'cha, maktablar ham yonida. Kimda kim qiziqadigan bo'lsa, ishini bilan murojaat qilib chiqaverasizlar aziz yurtdoshlar. Dokument xudo xolasa bir 15-20 kunga chiqadi. Esa keyingi roliklarda sog'lom bo'linglar, ishlaringiz omat.